Assalomu alaykum aziz ko'rilmanlar, ekranimizga xush keldinglar. Men Gollandiyadagi ixtiyor muxbir Pidaga. Programmamizning oldingi qismida doktor Erkin Sidiq apandining hayoti bilan qisqacha tanishib chiqqan edik. Bu qismimizda biz doktor Erkin Sidiq apandining hayot kashmishlarida duch kelgan qiyinchiliklarni qanday yenganligi, qanday pozitsiyada bo'lganligi qatorliq mazmunlar diqqatingizda bo'ladi. Yoqtirib ko'raysizlar. 70 yillardagi madaniyat inqilobi bo'ronlarida sizdek birdan o'qigan ko'z ko'ngan bir insonlar qanday qilib saqlanib qolardingizlar? Endi u chog'da haqiqatan butun jamiyat o'zib ketgan. Bularni mazgilda inshootni qilish harakati bo'ldi. Biz o'qiyotganlarda ishga chiqib boshqa yo'q bo'ldi. Boshqa bizniki o'qiydigan darslarimizni miqdori tushib ketdi. Biz yezlar ko'p bordik, medallar va ishlaydigan dars bo'ldi. Lekin bizning sinfimiz, biz 3 sinf parallel o'qigan, shu chog'da 3 sinfni qaytadan tashkillab, yezilik mashinalari sinfi, yezilik doktor sinfi, yezilik sinfi deb 3 ga ayirdi. Ayirib yezilik sinfida o'g'il qizlar tang o'qidi, aralash o'qidi. Yezilik doktorlik sinfida butunlay qizlar, yezilik mashinasozlik sinfida butunlay o'g'illar. Men shu o'g'illar sinfiga boshliq bo'lib ishlagan shu vaqtimizda. Jamiyat shunda qalaymagan, u yerda bilimning kirgi yo'q. Ziyonlarni 9-yilda kurash qilgan vaqt ketdi. Lekin mening kallamda qandaqdir, men to'liqsizlik 2-yilga kirib o'qigan vaqtimda akamiz ikkimiz radio qiziqib qoldik. Biz har ishni qildik akamiz ikkimiz. Buni yasab kishi vaqtimizni o'tibman. Men balon ikkinchisi akamni bilan ikkimizniki farqi 2 yoshdan keldi. Boshqa biz yog'ochchilik qilib xatlar yasaydik, tumirchilik qilib, bu chog'da hozirgidek unday yaxshi chaqlar yo'q. O'zimiz bir narsalarni qilib, o'zimiz yasab, xatlar yasab, zamonaviy bilan yasab, shunga yog'ochchilik, tumirchilik, tomchilik, biz shu uyniki, o'yinning teminini silish, gami qo'layga ishlar chog'da. Mana ikkimiz qildik. Keyin men to'liqsiz 2-yilga kelgan chog'da radio qiziq qilib, ikkimiz radio qilishga chiqib ketdik. U chog'da zapchastlar shunday qimmat. Bizda pul yo'q, iqtisodiy yaxshi emas. Bu ota-onamniki bizni qo'llab berish imkoniyati yo'q endi. Boshqa akamiz ikkimiz shu ko'n narsalarni tirib, axlatxonlardan setib, shu topgan pulga elektronlik zapchastlarni olib, oshimda radio qilish to'g'an. Bizniki tunji qatim qilishlar radiomiz, sizning mana shu inog'ingizda bor. 100 yildan so'ng qutisiga bir radio qilish to'g'an. Bir lam kuchaytkichi va bir batareyada mang'ilgan. Uniki miski yo'q, qani yo'q, lekin quloqqa qo'yib anglab radio yasab, biz shu radioni ovoz chiqqan vaqtida akamizimiz qo'shib kelib, ko'zimizdan yosh chiqib ketgan. Tunji mevsi solunda insonlar g'alvisi. U chog'da endi radio umumlashgan emas. Hozirgi yoshlar bilmaydi uni. U chog'larda 70-yillarda uyda radio bor degan gap bundan cho'ng inovatlik va obro'li ishdi u chog'da. U kameralarda qat'iy radiolar yo'qdi. Shunlar boshqa men shu chog'da bilimning kuchini ko'rdim. Bu bilim bo'lsa odamda qanday ishlar qilib bo'lganligini. Endi gaplarni kesib qoldim. Mening demoqchi bo'lganim bu ilm kuchchu. Bu tushuncha, bu narsalar insonni tibidi. Bunchalik bir narsani bilgandan keyin insonda bir intilish, g'oya, u narsa bir oz shakllanadi. Davrning biroz o'tkinchi shamollarda o'zini tutilish masalasi demoqchi edim. To'g'ri. Mush masalada siz qanday o'zingizni tuta oldingiz? To'g'ri. Shunday ahvolda o'shanda bilim keraksiz deb ziyondan 9-yilda muammolarni kurash qilib, bichara muallimlar sinfda dars ketsa dars o'tolmay, shu o'chada bolalarniki bolabak akavur. Muallimni bola boshqara oladi. Muallim gapirmaydi bolalar. Ashla boshqa shu qish kunlari ma'lum ki dars o'tib o'g'chilik bolalar mashinaki ustini echitib, o'tullarni mashin ustida ko'ydirib, ismini to'ldirib o'tib, shu bir necha ayol muallimlar darsda bejo'xor chiqib ketgan. Ashta bir sharoitda. Lekin men aldaq tadbirlar bo'lgan, o'zim bilim cho'q emas degan bir narsani ko'nglim tutgan bo'lg'achqa, shu mazgilda bir sinfda ma'lum darsni yolg'iz men anglaydim. Boshqa anglamaydi. Shu chog'da bunday bir voqea bo'lgan, faqat esimdan chiqmaydi. Bizniki fizika muallimi bir qatimliq yillik imtihonni 3 imtihon oldi. Bizda 50 ta bola bor sinfda. Qog'oz imtihondan taqdim 3 kunlik eksperimentlarda taqdim etdi. Oshta qilganda bizning sinfdagi butun bolalar bizga kelib,
İmtihanın sualının cevabını menden köçerdi. Demişkisi ular bilmeydi, ular okumagan lekin. Lekin aşı malum ders sözlegen çağda bunu bütünler mellan anlaydım, yalnız mellan anlaydım da. Anlap tapşırığını işlep, malum tam yetişmem algım için meşildim. Şunundaki malum bana 100 numara verip kalan hemisi 50 numara verdi. Hemmeden numara 50 1200'de. İşte andi şu çağda mende gerçek bütün teşkilat biliminin kirigi yok. O bu bozumu mende bu hata, bu nokta nazar hata bilim azgatmaya iş yok da üzem radio koyuşturacağında üzem köygen etap başka bilim alayda ehmet verdim. Andi meniki bir alayligim kichigimden tatiplamken men bir yolun talap manga vaqtimda etrafımdakilarni bildirib işini yosh ko'radi şu çağda. Çok aşındaq vaziyetim o. Şu vaqtda tunji qitim bir uyg'ur kitap chiqdi. Yoshlar o'qiydigan, yoshlar o'qishlarga chiqdi. Qiz bir neyze. Neyze. Bunu Xitoychadan Uyg'urcha tarjima qilgan. Undan burun Uyg'ur kitapım yok. Yo'qmi? O'qiydingiz, hech qanday kitapım yok. Hozirgi zaman Uyg'ur yezigida. Yangi yezikdan. Yangi yezikda biz o'sha yangi yezikda o'qidik. O'qidik shu tunji qitim. Yoshlarga oid shu bir kitap chiqdi. Chiqqanda uni men o'zim sizib o'qib, yaxshi ko'p ketib, sinfda tashabbus qilib, bolalardan pul yig'ib, ismini chiqmaydi, o'yatib oldim pul yig'ib, kitobxonaga shu kitobni akilib bolalarga taqib bergan. Kitobni o'qinglardi. Ani mushlarning o'zimi bunga esqatmaydi degan ashundaq bir kuchli tashviqot bo'layotgan ashundaq bir jamiyatda davrda yuz bergan ish. Shunga ishqi o'zim qandaqdir, işte bilimga kishimdan tortilib intilgan bir xil shaklni tikazanda. Endi Xitoylar shu vatan bosib kirgandan keyin ilm ahli, puldor, amaldor, aql egalarini qirqib kelgan bir tarix bor. Siz shundaq bo'ldigan zira ko'kidan ma'lum deb o'zingizni shundaq namoyon qilayotgan davr ostida qaskuchilik qilish ehtimolligingiz bo'lmaganmidi yoki aynan bir masalaga duch kelib shunda amal qilgan ishlaringiz bormi? O çağlarda endi gerçi hizmetapta Uyg'ur sınıfı bilan Xitoy sınıfları bo'lsa-mu, boshqa asosan arg'iliq. Biz asosan Uyg'ur o'qituvchilarniki Uyg'ur rahbarlarining qo'lida juduq. Endi muallimlar meni dahshat yaxshi ko'radi. Ular faqat siz bir muallim sınıfda ders o'ylab, bir o'quvchi anglab qolganlar olmasa, cho'qma darslar o'quvchini yaxshi ko'rasiz endi. Shunda yaxshi ko'radi. Gerçi aşılıq təşkilatlar bo'lsa-mu, muallimlar ishlanmagan onga, men ishlanmagan. Shunga ba'zilar biz oshkor gap qilmagan, dilimiz shuni tutishi bo'lib. Men bir qatam shu chaqdimi o'ta maktabim va o'quvchilar uyushmasiniki rahbar bo'lib ishlagan, yig'inlarga kirdim, muallimlarga yig'inlarga kirdim ba'zilarda. Orliqda bir qatam bundan keyin biz hamisha partiya rahbarligini ilgari surmasak bo'lmaydi deb dars so'zlagan chaqda cho'qim har qanday bir gap boshlasak partiya rahbarligi degan gapni oldi qo'shishimiz kerak degan siyosat chiqdi. Ashunday chiqqandan keyin bizniki yezlik darsini beradigan muallimlar partiya rahbarligida yerga bug'doy terib, ubdan parvash qilsak, bug'doy indo degan bo'ldi. Ana mushga muzokara bo'lganda muallimlarning orasidan o yig'indi men bor, o'quvchilarning kadri sifatida. Bir ma'lum turib, agar partiyaning rahbari bo'lmagan bo'lsa, yerga bug'doy tersak cho'qim qunoq indi deb chaqchaq qildi. Chaqchaqdan ham ko'zishib ketdi. Anda kalısını ötmeydi o. Adını vakan geldi. Ama aşağı kımısı yine bulmaygan geldi. Aşağı bağlan. Ve demek çoğunum. Gerçi şu siyaset aşağı kenar tarafı kılınıp atkan. Okutuklar şurada xatarlik olsun mu? Böyle okutukların kalısını ötmeyi. Ayrım vaxtlarda yine aşağı narazılık bildiretti bunlar. Şunda narazılık bildirirse de mini meydanım aşağı okutuklarla okşaş fikirde çıktı. Yani ilim ehlileri. Doğru. Bayatım biraz gapni qo'shimcha o'tib ketdingiz. Diqqat qilish arziydigan. Bu bo'lsa-mu shu o'zim yaxshi ko'rgan, o'zim his qilganlarimni billa atrofdagilar billa paylaşadigan, ularni o'rtoqlashadigan bir tabiat bor menda dedingiz-da. Bu xil istak sizda tug'mi yoki ma'lum bir zaman bashdan kechirgandan keyin paydo bo'lganmi? Endi bizniki dadam, opam, bu kishilarniki dadamga birdigan bahsi bek aqdingol. Dadam bek aqdingol odam, bizning tuqqanlarimiz ashtaq meni cho'ng opam taraflari masalanga. Mening cho'ng dadam burun bir cho'ng pomichniki eng ostidagi haqlardan bojig'digan odam bo'lib vaqt ekan. 49-yildan burun. Ashta boshqa cho'ng dadam haqlardan bojig qilib olsa, u pulim yo'q, bu yo'q, pulim yo'q desa, ularni bojni olmay qaytib ketib pomich xo'jayindan tayinli edi ekan. Endi shuni ta'sirini o'qimayman. Men shu boshlang'ichdan tortib o'rganishim yaxshi meniki. Sinfga o'rganishim eng oldida boshlang'ichdan tortib men boshqa yordam qildim. Nimishkin boshqaga yordam qilgan chog'da
qilgan bir ishda mangkida xo'shalik shunday bir huzuri bor. Cho'ng xo'shalik, cho'ng qanoatlanish, ashta bir tuyg'usi bor-da. Shunga nima ishkin, shu boshqa yordam qilishga tabiiy ko'nib qoldi ekan men. Shu joyda boshlangan bu ishchi. Keyin o'tirmada bo'lganimda almashtirdim, aloqada qildim, yeziga qayta tarbiyaga borgan vaqtimdami, men qayta tarbiya borganga shu 10 nayisidagi shu yomon ishlarda, mushlashda eng dam chiqqan qism bolalar yig'ilib qolgan ekan. Men osh bolalarni yaxshi ishga qoyil qilib, u joyda agar biz 2 yil yaxshi ishlamsak, xizmat yo'q. Xizmat qilmaymiz. Aşı 10 naisining ayni vaqtidagi sobiq naib boshlig'ining o'g'li G'olib Jodada donqon ekan. Men shunga eng yaqin do'st bo'lgan. Do'st bo'lib, yezida biz bir qism yaxshi tanqimizda, masalan, qarz bo'lib, ko'k yupurmoqlarni yig'ib, o'q yasaydigan, u bu ishlarni qilgan shu chog'da. Maqsad nima bo'lsa, atrofimdagi mashalarni bolalarni tashkillab, mishadan yezidan baldiroq qutulishni yo'li qilaylik. Bu joyda biz uchun birgina chiqish yo'li yaxshi ishlash. Yaxshi ishlasak 2 yilda qutula olamiz yezidan. Biror ishchilar bilan. Demak, shu joydami aşağıda atrofimdagini birga taklayman deb boshlanishlarni qilib yurganman. Bu xil ahvol izchil davomlashdi. Oliy maktabda mashina oliy maktabga kelgan chog'da nihoyatda uyg'urlarning ichida cho'ng hurmat qilsalar bo'ldim va qadrladim meni. Ana uning sababi nima desangiz, shu yerdami men tul o'ylab uyg'urlarcha nimishdan qilsak bo'ldi deb. Masalan, maktab bo'yicha men maktab o'quvchilar uyushmasining raisi bo'lgandan keyin yilda bir qatim uyg'ur she'r deklamatsiya musobaqasi uyushtirgan har yilda. Maktab bo'yicha uni qildim. Men uyg'urlarga boshqa bir qism madaniy faoliyatlarni qildim. Bu chiqib menda Uyg'ur nisbatan bir xil muhabbat bor. Ash bor imkoniyatdan foydalanib Uyg'ur uchun nima ish qildi deb hammani qilgan. Bizdan tashkillar boshqa qilgan. Boshqa xalqdan menga bir xil muhabbat qaytib keldi. Shunda hurmatida, ana meni sal bir xil cho'qinish darajasida muomala qilganlarim bor. Buni o'zim yaxshi ko'rmaysanmi? O'sha muomala uchrab qoldim ba'zida. Masalan, men maktab o'quvchilar uyushmasida yotgan maktab o'quvchilar uyushmasining ishxonasida. U o'qish binasining ichida. Maktab binasida emas, o'qitish binasining ichida. Men ba'zida o'g'rini berib qolsam, jihatni qilayotgan o'quvchilar bo'lsa, kirmay saqlab turibdi. Men kirib olsam. Men gerçi ulardan jiroq bo'lsam, bu bir cho'qinish darajasiga berib qoldi, biz ham rahatsız qildim. Va kirin deydim, talishdik biroz. Lekin ashta qo'yib qolgan daraja bu ahvol bor. Men shu vaqtdan boshlab men atrofimdagilarni yetakladim. Shuningki, shu badalga berilgan bir javob sifatida meni bu xalq shunchalik hurmat qadrladi. Shunga bu o'zaro bo'ldi. O'zim boshqa bir ahvolga yo'lsam, nayt hayajonliman, nayt ta'sirliman. U menga bir ro'y kuch bo'ldi. Shundan bu zanjirsimon o'zicha damlashib benishiga sabab bo'lgan bir narsa shu. Ana shu hayot fursatlarida insonni har xil g'albaga yetaklaydigan do'qmishlar bo'ladi, lekin u cho'qin to'saqlari bilan birga jafo mushaqqatlari uning bir to'sal bo'ladigan omillar mavjud hamda. Sizning bayonlaringizdan, hayot kechmishlaringizdan xulosash bo'ldiki, siz to'saqlarga isyon qilish, norozilik bildirish emas, balki uni yengish pozitsiyasida bo'lganligingizni yakunlash bo'ldi ekanda. To'g'ri. Men sizga bu vaqtda bir necha misol deb beraman. Albatta qisqacha deb ketdim. Yaponiyaga ahvol. Yaponiyaga dastlabda 10 dan tanlab chiqardi. Birinchi turkumda 10 dan tanlab chiqargan chog'da Uyg'ur rayoni bo'yicha 50 ta yosh o'qituvchilar qatnashgan imtihonga, talash imtihoniga qatnashib, uning ichida 10 tanlandi. Men bu imtihonlarda birinchi oldim. Birinchi oldim, u yerda jami 3 soatdan imtihon qilingan, o'zimizning kasbi ingliz tili, matematika, shu kasbim. 3 imtihondan men olgan nomerim 240 nomer oldim men. Shu 50 o'quvchining ichida ikkinchi bo'lib nomer olgan bola 2 kirdi o'qigan, bir bola 180 nomer oldi. Ikkimizning farqi 60 nomer farqi bor. Eng oxirida tanlanganlar ichida 30 nomer olganlar bor. Qolgan undan azaldi degan gap. 10-chi kirgan ichida 30 nomer olganlar bor. Men shunda cho'ng farq bilan tanlangan onun adamdan kirgan. Lekin Yaponiyaga borgandan keyin haqida hech qanday aspirant o'quvchi qabul qilinmagan bir muddat kirib qoldim. Kirib qolib, meni Osaka universitetiga kelgan bo'lgan vaqtida bizniki Xinjiang hukumatidan bag'alar unmadi. O'quvchilar almashtirish bo'lmaydi dedi. Ammo bir qancha boshqa bolalar bor-edi. Ular almışaldı, o'qib aspirantga ketdi, men kiramadim. Mening dadam Aqsuda, men Urumchida hech qanday oq turgim yo'q demak. Aytdiki, men almışamadim. Almışamay shu chaqda
Aşı bizning yurt ümek kelib, mush ishni e'lon qilgan vaqtida biz tush tomoqni yeb etib, ochgan bu yig'inni. Bizniki maktabniki yapon maktab mudiri, bizning yurtdan kelgan ümakka ta'zim qilib turib, bo'lsa qayda o'lish baqsanglar. Bizniki maktab qurilish tarixida biz erkaklarga o'quvchi ko'rib boqmaganmiz. Subhanalloh. Erkaklarga o'quvchi ko'rib boqmagan. Sizlar buni qancha o'qisangiz ziyon etmaysizlar. Biz shunga hozir qadar biz qo'lga rekordni buzib, imtihonni olmay turib Osaka universitetiga kirishga qaror qildik, ularni qabul qildik. Sizlar bu qayta o'lish vaqtida ta'zim qildi. Bular ta'zim qilyapti, bizning yurtdan kelganlarning kishida hech qanday hissiyat yo'q. Insonni bo'lgan hissiyat, hech qanday o'zgarish yo'q. Butqil o'xshaydi. Mashina o'tirdi. Mesela o'tirib ketdi. Men ko'rinishni ko'rib ixtiyorsiz o'zimni tutolmadim. Yig'lab ketdim. Ovoz chiqarmadim, lekin yosh degan shunda to'kib ketdi. Men degan kichik vaqtimdan tortib, eng yuqori darajada o'qiyman deb shuna tirishib ketgan odam. İntamdan yuqori aldım, Yaponiya beribmi, qisqa bir yarım yil ichida shu o'zida bir 6-7 maqolalarni qilib qo'yganman. Açtaq mansam yine yo'lim itib qoldi. Unvon oldiga yo'lim itib qoldi. Shuni degan chidiyamma, qasdan qilmadim buni. Yosh degan to'kib ketdi, ovoz chiqarmadim, ala qog'oz tasarrufimizda. Açtaq bo'ldi. Keyin yig'in tugab, ishxonamizga qaytib ketib qolgan vaqtimda, mening ustozim bor. Erkin esimda bo'lsin dedi menga. Yapılıqlar xalqlar ta'zim qilmaydi dedi. Jungular texnik ta'zim qilmaydi yapılıqlar. Bugun sen bir Uyg'ur uchun mening maktabimning mudiri jungular ta'zim qildi. Shuni bu isimdan chiqmasin dedi. Subhanalloh. Yapılıqlar xalqlar ta'zim qilishning o'rniga qonni pichoq qilib o'ltirib oldi o'zini. Bugun sen bu Uyg'ur uchun mustaqil isimdan chiqmasin dedi. Bu isimdan chiqmaydi mening. Shu kishi oyatmi? Tuyab ketdi. Açtaq qildi, keyin men Amerikaga kelib o'qishga kelib 91-yili magistrni tugatib doktor o'qishga kelgan vaqtimda yurt qaytashimda yapon bilan o'tdim. Ayolim bilan bir o'sab, men o'qigan maktab, menga maktab nomidan ziyofat berdi bo'ldi. Subhanalloh. Ziyofat berib shu yerda nima dedi dedim. Bizningki maktabning aspirantlik programmasini echish plani bor-edi. Lekin buni qachon qachimiz bunday ishtik qilish planimiz yo'q. Ama senin vaqaring yuz bergandan keyin buni nihoyat tez qilib biz hozir aspirant programmasi echib bo'ldi. Aspirant o'quvchi qabul qildik. Mushtaq bir natijani kelib chiqsa sinfda bakcho. Shunsan Allohga rahmat aytamiz dedi. Ya'ni shular o'zining eskitdiki shu aspirantlikka unvonni berilmaydiganlik bir yo'li bilan sizning ziyon tortganligidan o'ziga ta'sir qildi. Ta'sir qildi. Açtan degan gapi. Sizniki shu Turkiyada bizning maktabda men 3 yil ichida men 88 yil o'qigan maktabda. 88 yil Amerikaga ketdim, 91 yil 3 yil degan vaqtim degan gap men. Sizning Turkiya bilan mana qisqa 3 yil ichida biz magistrlik programma ochib oldik. Shundan keyin meniki oliy ichki savodishim berib maktabda berib magistr oldi. Men o'qigan shu maktabda. Bu bir ahvol. Demak, shu chaqda açtaq bo'ldi, lekin shuni tushib ketmadim men. Mening Yaponiyada imkoniyatim imkoniyatim bo'lmaydi. Men davom ettirishim bo'lmaydi deb, inglizchani tutib, shuni inglizchani ta'mirib, Amerikaga chiqadigan chashrat yozdim. Aziz ko'rurmanlar, vaqt munosabati bilan programmamizning bu qismi bu yerga qadar bo'ladi. Davomini kelar qismida ko'rgaysizlar. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Kelar qismini ko'rishcha omon bo'linglar.